Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kechingizlar. Tanidingmi? Mana bu boy Tuhfatillarning do'sti bo'ladi. Bu boy do'stingiz ko'rinmay qoldi Tuhfatilla. Mana bu yangi mehmonxonada xizmatchi bo'lib ishlayapti. Hali nomi ham yozilmagan. Xizmatchi? Ha? Bir paytlar rosa ustimizdan kulib, kamsitib, karlab yurardi. Qo'lida jaraq pul o'ynagan payt men ustimdan rosa kulgan shu. To'g'ri. Do'stim, lekin vaqtida men ustimdan ham kulganda bu. Bu vaqt kelib qopti-ku. Birgalashib biz ham bir ustidan kulmaymizmi? Shunday qilaylik. Vaqtida meni rosa ustimdan kulgan, mana shetlarimdan o'tib ketgan. Bitta so'z bilan mot qilaman hozir. Qani? Ketdik. Ya, Tuhfatilla boy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yangi lavozimlar muborak bo'lsin. Rahmat endi nasiba. Endi bu molxonangizda bir kecha dam olish necha pul bo'lyapti? Tushunmadim. Molxonangizda bir kecha dam olish necha pul bo'lyapti deyman. Bitta molga 100 ming, 4 ta molga 400 ming bo'ladi. Voy, keling dadasi. yomon charchab keldi odam. Kun og'ir o'tdi. Senga bir sovg'am bor. Voy, dadasi, ichishni tashladingizmi? Men senga sovg'a dedim, mo'jiza deganim yo'q. Menga qarang, sovg'ingiz boshingizda qolsin. Sen bilan o'zi borib 2 minutdan oshiq gaplashib bo'lmaydi. Yaxshi bo'pti. Men borib ozgina damimni olay. Qachon bo'sh bo'ldim desiz yotib uxlaysiz-ku? Damingizni ovuring. Telefonim shetda ekan, izlamagan joyim qolmadi. Oyim, men ketdim. Qayerga? Qayerga ketyapsan? Bo'sh bo'ldim deb ko'chaga kelib kelaysan-a? Nima bor? Ko'chada. Oyi, necha yosh bo'lganimda sizdan so'ramasdan ko'chaga chiqishim mumkin? Dadang hali bu yoshga yetmadi. Senga qayda? Yo'l bo'lsin. Nima? Voy, hazillashdim dadasi, hazillashdim. Qayerga ketayotding? Repetitorga. Repetitorga. Menga qara. Yaxshi borib kelgin-a. Yo'llarda ehtiyot bo'lgin, Hey, qiz, menga qara. Ko'chada ko'zlarim bor, to'g'ri borib, to'g'ri kelgin. Tushundingmi? Xo'p, yaxshi bor. Saodat kit kelyapti. Qochmagan, qoch. Kit kelyapti, Saodat. Qo'lingni ber. Saodat kelyapti. Saodat kelyapti. Qoch bu yoqqa. Uyg'oning, Kim u Saodat, Saodat deysiz uyqungizda? Sen uni tanimaysan. Men u bilan tushimda tanishganman. Boring. Odam ham g'animat bo'lib qoldi, Qobiljon. Mana shunday oqibatli yig'ib turish kerak. Endi to'ylarga borib tursak yaxshi-da. Zafar aka, bu to'yda o'zi yaxshi, nahorda oshi yaxshi-da. Albatta. Yana ertalab nahorga bordik, mana kechqurun bazimaga boramiz. To'xtanglar. Suhbatlarning uyiga kelib qolamiz. Uydamikin ish qilib? Nima qilasiz uni? Uni ham to'yga olib bormoqchimisiz? Yo'q, to'yga olib boramiz deganim yo'q. Ertalabkini bir qilaylik, bir biz ham bir alamimizdan chiqaylik.
to'ppa to'g'ri. Hozir men boplayman uni. Ana shunday qilib. Ana endi o'zidan ko'rsin. Alo. Tuhfatulla boy, yaxshimisiz? Mabodo ko'changizdan eshaklar podasi o'tib ketmadimi? Nima sen podadan qolib ketdingmi bir o'zing? Dadasi, Ha? ustimdan tutunni hidi kelib qopti. Shundoq hammomga kiraman u chiqaman. Dugonamni mehmonga chaqirib qo'ydim. Ay, dadasi, ko'chada qolib ketmasin. Kelsa mehmon qilib turing, maylimi? Bo'ldi. Voy, rahmat. Tez chiqaman. Shiringina. Hop. Qo'shiq qo'yib beraymi birorta bu yoqtirgan qo'shig'ingizni? Ha? Yo'q. Balki bitta yarimta serial ko'rarsiz. Shirinliklardan olib turing. Voy, ana, xolasi kelib qolibdi-ku. Voy, dugonajon kelib qoldingmi? Voy, zeriktirmay o'tiribsizmi? Yo'q. Yo, zeriktirganim yo'q. Yaxshimisan? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi kelib qoldingmi? Rahmat. Nasiba qizim. Voy, yuzlardan o'pib qo'yding-da qizim. Sivrash. Yo'q, qo'rqaman. Boya dadam xolamni yuzlarida o'puvdi, shapaloq yeb oldi. Qo'rqaman. Qo'shni? Nima gap? Tinchlikmi? Ya sizdan so'rasak nima gap? Tinchlikmi? Uyingizda begona erkakning ovozi eshitildi. Kim edi u? Ha, tog'am kecha mehmonga kelganlar ya. Uyda mehmon bor. Tongda rosa yomon baqirdi. Tinchlikmidi? Tishlari chiqyapti. Qanaqasiga? Axir tog'angiz 60 dan o'tgan-ku. 60 dan o'tgan odamni ham chiqadimi? Yo'q. Kecha kayibda protez tishini yutib yuborgan ekan. O'shani doktor chiqazib olyapti. Voy, hamma joy qaqshab ketyapti. Yaxshi bo'lib ketasiz. U doktor chaqirib yuboring. Doktor? Ha, doktor. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Voy, doktor. Sizga nima bo'lgan? O'zi avtohalokatga uchraganmisiz? Yo'q. Shkafning ichida aks urib yubordim. Battar bo'l. Sayoq yursang tayoq yeysan deb bejizga aytishmagan. Hozir hamshiraga aytaman, ukol urib qo'yadi. Aytgancha. Hamshirani eri boksyor. Ayab o'tirmaydi. Siz nima qildingiz? Dori-darmonlarni o'z vaqtida ichyapsizmi? Ha, kechagi bergan doringizni rovna 10:00 da ichdim. Voy, siz 11:00 da ichishingiz kerak edi dori-darmonlarni. Bilasizmi doktor? Men kasallikka kutilmaganda zarba beryapman. Mabodo kutilmaganda o'lib qolsangiz, biz aybdor emasmiz. Doktor, Ha, yordam bering. nima bo'ldi? Xotiram yomon. Hamma ustimdan kulyapti. Boks bilan shug'ullaning, sizga maslahatim. Nima? Boks bilan shug'ullansam, xotiram yaxshi bo'ladimi? Boshqalar ustingizdan kulishi kamayadi. Ha, aytgancha doktor, kulgi umrni uzaytiradi deyishadi. Shu gap rostmi? U kimni ustidan kulishingizga bog'liq.
balki umringizni oxirigacha boshqa kulmassiz. Uzra, mana boshqa bemorlarim kutishyapti. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Bemor qanday vaziyat? Sog'lig'i yaxshimi? Yaxshi. Menga qarang. Nafsi buzuqlik qilib, yarim kechasi vaqti bemahal bular bo'lmas narsa hech vaqo yemang. Tushundingizmi? Kechqurun mumkin emas. Doktor, kechqurunligini oshqozonim qayerdan biladi? Nima? Shuning uchun ham shu yerda yotibsan. Nafsi buzuq. To'qol. Ham bemor chaqirtirgan ekansiz, nima gap? Doktor, Ha? eshitishimga qaraganda, mana amaliyotda yurgan talabalar operatsiya qilarmish, a? Ha, shunday. Talabalar operatsiya qiladi. Men qo'rqib ketyapman-da. O'lib qolsam nima bo'ladi, doktor? Voy. Umuman xavotirlanishga o'rin yo'q. Mabodo o'lib qolsangiz, men ularga 2 qo'yaman. Nima? Keling. Xo'sh, nima bo'ldi? Jag'im sindi. Bu deyman, qurilishda ishlaysizmi deyman-da. Yo'q. Ekskavatorchiman. Ish vaqtim tugagan edi. Qarasam, kanalizatsiya qapqog'i ochiq turgan ekan. Bitta yarimta tushib ketmasin deb cho'michni kanalizatsiyani ochiq joyiga qo'ydim. Ertalab kelib cho'michni olsam, quduqni ichidan 4 ta barzangi santexnik chiqib kelsa bo'ladimi? Voy. Voy, amma ko'ylagingiz buncha chiroyli, men ham kiyib ko'ring. Bor yo'qol, o'zi sen yetmay turding. Oyoqdagida oralashaverma. Voy, ammasi, hamma unaqa deysiz? Qiz bo'lganiga qiziqadi-da. Siz vashya aralashmang, o'z akam boshini gaz yetadi. Ro'molni o'rab olganingiz qarang, sohibi jinniga o'xshab. Uf, ana so'tagim kela qolmadi-da. Kim? Kim bo'ladi, kuyovda? Telefon qilib ko'rmadingmi? Kerak bo'lsa o'zi qilsin. Qizlar kuyov kelyapti ekan. Ha, kayfiyating yo'q. Qani, ko'ramiz. Spon yoq. Ko'zlaring qani? Ha? Ana, chiroyli bo'vakin. Yangasi qarang, chiqinglar. Menga qarang, yig'lang. Maylimi? Yig'lang. Bo'ladimi? Ko'p yasha qizim, baxtli bo'linglar, qo'sha qaranglar. Kamroq kelib turgin, tez kelib turgin. Rahmat. Onang bilan ham xayrlash qizim. Qo'sha qariga. Sekin, yukingni tashama. Meni girija qilganing yetmaganda bolani ham girija qilib jo'natasan birovniki. Voy, har narsa deguncha bir duo fotiha bering. Olmagani bir duo qiluvdi. Shuni ham olsin. Buni uzataman deb borimdan ayrildim. Ser farzandli, ser davlatli bo'linglar, qo'sha qaranglar, baxtli bo'linglar. Allohu akbar.
Nimaga kulaverasan ha? Yurak bormi, yurak? Qizingni turmushga chiqaryapsan, ey. Sen yig'lasan kimda ota bo'lib? Bo'ladi shuncha yig'lab yurganim. Endi qaynona qaynotasi yig'lasin. Shu voyaga yetgandan beri uyimda to'yib uxlaganim yo'q. Tushundingmi? Demak, siz hisob kitob yo'nalishida, ya'ni buxgalteriya bo'yicha o'qish tamomlagansiz. Ha, albatta. Sizga bitta savol. 5 kara 5 necha bo'ladi? Ya, qiziqmisiz? Buni yosh bola ham biladi-yu. 25 ta albatta. Juda aqlli bola ekansiz. Mabodo ishxonamizda bo'sh ish o'rni ochilsa, albatta o'zimiz xabar beramiz. Mana hujjatlaringiz. Xo'p, mayli. Ha, nima savol berdi? Shu 5 kali 5 necha dedi, men 25 dedim. Keyin boraver deb chiqarib yubordi. Sizga ham o'sha o'rtog'ingizga berilgan savol beriladi. 5 kara 5 necha bo'ladi? 24. Aniqmi? Aniq shunaqa. Bo'pti. Tushunarli. Mana hujjatlaringiz. Mabodo ishxonamizda bo'sh ish o'rni ochilsa, o'zimiz xabar beramiz. Sizga ham xuddi shu savol. 5 kara 5 necha bo'ladi? Siz necha desiz shu-da, xo'jayin? Yaxshi. Bizga sizga o'xshagan kadrlar kerak edi. Mana hujjatlarda olasiz, kadrlar bo'limiga uchrashasiz. Ma'qulmi? Xo'p bo'ladi, doim xizmatingizdamiz. O'rgatgan ustozingga rahmat. Boka bir kishi. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'kon taksilar qayerdek, ha? Mana shunaqa emas, Bokayda. Ha, shu yuradimi? Ha. Siz qaydaysizmi? Yuramiz hozir. Bo'lib ketamizmi? Ukajon o'tirib turing, hozir kelaman, ma'qulmi? Aka, bo'ldingizmi? To'la bo'ldik o'zi. Uy, ukajon. Endi yigitchilik bilashga qorni og'rib bo'lib turadi-yu. Shunaqa chiqib bo'ldi. Aka, yuramiz ukajon. Olamizmi? Tushunasizmi? Tezlashtiring. Aka, odamlar zeriki bo'ldi. Ketamizmi, yo'qmi? Endi ketsak bo'ladi ukajon. Voy. Ukajon, ko'z og'rig'idek narsada hozir qaytib chiqaman. 2 minut. Alo. Alo? Eshitaman. Dadasi, sizga adashib ichoriq dori beraman deb asabni tinchlantiruvchi dori berib yuboribman. Ahvolingiz yaxshimi? Ahvolimga keladigan bo'lsak, ichim tinmay ketyapti. Lekin ishon, ko'nglim xotirjam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir kelaman. Ha, xotin. Nima qilyapsan? O'ylanib turibman. Shu yerdan sakraymikan yo derazani yopaymikan, ha? Shu ham muammomi? Sen sakrayver, o'zim yopib olaman. Ha?
Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salomatmi? Yaxshimisizlar? Bardam baqvatmi? Rahmat. Qayerga chiqdinglar, aka-uka Ubaydillalar? Bilasanmi? Shu ikkalamizda ham shu asma kasali bor. Nafas siqadi. Shu doktorga bordik, doktor ham shu bir toza havoga chiqib, bir o'rmonzor, bir daraxtzor, gulzorlardan nafas olinglar deb maslahat berdi. Shunga chiqdik. Kislorod olishimiz kerak. Kislorod. Ana. Endi ikkovlaring ham begona emaslar, qadrdonim bo'lasizlar. Aha. Mani bilasizlar, askarligim o'rmonda o'tgan. Xo'sh. Shuning uchun sizlarga bitta maslahat bermoqchiman. Aha. O'rmonda maza qilib dam olayotgan paytlaring oldilaringdan ayiq chiqib qolsa, Ha. ayiqqa qarab gung otinglar, gung. Gung? Ayiqlar gungdan o'lgudek qo'rqadi. U paytda qayerda olamiz go'ngni? Ayiqni ko'rishlaring bilan gung paydo bo'ladi o'zi.